Hammaga salom do'stlar. Men o'sha artefakt granata. Baba yani ne olur. Ber qo'lingni. Shu boshingni yoqmayapti. Oli. Boshingni yoqmayapti. Kirur. Ichmagan ekansan. Sen kelmay olib. Kelma. Ben girmay. Do'stlar, mana meni egalarim, mana artefakt. Mana 6 ta obunachi bitta videoda bu kanal haqida batafsilda mana shunaqa video anaqa qilish xohlasanglar, mana bunaqa qilasizlar. Birinchi, sizga kirasizlarda, birinchi ismga kirasizlar. Keyin bu yerda yozishga kirib turib, kanal ismlari, nomlarini yozib tashlaverasizlar. O'shanda obunachi ko'payadi. Xo'sh do'stlar, endi FIFA 25 o'ynaymiz. 2025 ni. Xo'sh, qaysi o'ynab turibdi? Manchester City'de oynuyor. Yine Portugal. Ayrıca Keriz. Brezilya doktor. Neymar çıkardı. Kazakistan. Uzbekistan yani. Uzbekistan'da oynuyor. Yani Portugal tanıyoruz.
og'zi chiqmay qolib telefon qilishganda endi bitta kimlar Ronaldo? Kim u Ronaldo? Mayli, Ronaldo ismini Ronaldo deb qo'yishibdi. Reklama tugaganda. Boshla. Portugal yutadi. Bitta o'ldirsa netpaman. Pas beramiz, pas. Endi nima qilib o'yin boshlanishi bilan pas qilishdi. Gol. Bir o'yinga chiqib harakat qiladi. Necha marta o'ynab bo'lsa, Tatsariyat 10% Wi-Fi'da yo'q. 100 balon kanalda ko'rsatgan. Bir topda. Kim meni teshtardi? Metargan nima? Komment yozinglar, iltimos. Birinchi videoga hech qaysilaring komment yozmabsizlar. 23 ta odam ko'rib. Bir marta komment yozinglar. Ronaldo mana. Ronaldo ekan bu. Qachon o'ynagan? Yo'ldan qoch. Asabimizni tezladi. O'tyapmanmi? Shu pas yo'q bo'pti. Pas berdi. Rubel. Rubel. O'tib ketdi. Hozir 1-0 bo'ladi yo 0-1 bo'ladi. Menda 0, ularda 1, ularda 0, menda 1 bo'ladi. Hozir zo'r bo'ladi. Hozir ko'rasizlar. Mana itarib turamiz, slayd bosib turamiz. Mana. Qoch! Yaxshi menga berdi. Yana bitta otadi, keyin ushlab olib, gol qilishim kerak. Nimaga eshikda desanglar, qaynab ketdi, isib ketdim. O'shanga eshigiga chiqib. Gol! Yes! Ronaldo. Mana videosini ko'rsatyapti. Mana gol bo'lgan joyi. Bitta deydi-da, jinniga o'xshab ushalmadi deganim. Uchalmadi deb qo'yibdi. Lewandowski. Shu Real Madridda o'ynayman desam. Yo'ldan qoch. Video 8 minut o'tdi boshlanganiga. 8 minutdan beri telefon qilishadi. Nega haligida zo'r bo'ldi-yu. Ronaldo bitta gol yedi. Mana Ronaldo deb qo'yibdi. Shunga o'yin xato bilan. Yo'lga qara. Men to'p otyapman, bular o'zdan-o'zi kiyib ketyapti. Good save deydi. Ronaldo. Gap Ronaldo emas. Haligi mana gapiryapti kimdir. O'sha hozir birinchi time tugadi. Qarang. Ronaldo urgan joyni ko'rsatmaydi. Haligi beat bokslarida qo'ydi. Almashtirish kerakmi? Kerak emasmaydi. Qudratli kuchaytirmaydi. Lewandowski boshlaydi shekilli. Shvediyskiy ekan. Nima farqi bor o'qilishi? Let's go game. Yeah. Ronaldo. Ronaldo ko'rmasin. Hech kim.
deb hazillashsin. Hammaga ko'rsin, hammaga ochiq bu video. Gol! İkinci! 2 metre Ronaldo oldu. 2-0. Yes. Hozir kadrni ko'rsatyapman Ronaldo. Bitta tepdi chap oyoqda. Birinchisi o'xshamadi, ikkinchisi bitta gol surdi. Shiderovskiy. Qoch. Şunu düşünmese zor bo'lardi o'zi ham. Maza qilib gol urardim. O'yin qatib qoldi. Gol! Mas. Gol bas. Ronaldo qayerda keldi? Yurman aka. Ya oyundan çıkarıp alıştı futbolcumda. Çıkıyordu. Yani çıkarıp alışmış. Fernandes. Berendi toptu. Bendirak. Xullas. Başını. Bitti tef vardı. At endi. Yana bitta gol bo'lganda zo'r bo'lardi. O'zi 2-0 yetibman. Men telefon qilish olmayman. Asab Ashilva. Gol bo'lardi. O 2 metre Ronaldo gol urdi. Berendi topda. Fernandes. Peki. Yana reklama. Dostlar şu joyda video tüketmem mi diyeceğim. Çünkü ben ısrar çıkarttım. Bu şöyle sokak gidiyor. Israr çıkıp. Şu bitti gol vurmuşlar böyle. Şu bitti gol vurmuşlar video tükedi. Ot. Xullas. Şu untur vuruşlar video tugadi. Javob beraman. Hoş dostlar, şu paytda video tugadi bo'ldi. Lekin bitta gol qo'yishga to'g'ri keldi. Deb xato qildim. Dostlar keyifli video qaraganimizda kommentda yozib qo'yinglar. Keyin şu obunachini ko'tarib o'rsalaring, har bitta obunachiga mendan bittadan
Nechta obunachi bo'lsa shuncha videoga menda. Nechta like bo'lsa xursand bo'laman sizlardan. Xullas video 20 minut bo'lib qo'yaversin. Chidayman, so'katyapman o'zi. Ronaldo yut! Ronaldo! Gol! Yes! Xo'sh do'stlar, shu paytda video tugadi. Hazil. Men o'zim video tugaganini ko'rsatyapman. Shu ikkinchi taym boshlanadi hozir. 20 minutlardan keyin. Deb xato qildim. Sekundlardan keyin. Chunki bizda 20 sekund o'tsa, ularda 1 minut o'tadi. 1 sekund o'tsa 1 minut o'tadi. Gol. Yana. İkinci golü biraz olmadı. Avtomat attı. Gan tasma gan pistolet mi avtomat mı? Oxir golüm o'yinni Minecraft qo'yadi. Ana birinchi taym tugadi. Ronaldoning goli bas bu. Ya bu kim? Messi. Ronaldo futbolga çok iyi. Şunu tatmayalım. İkinci video şundan bo'ladi. İkinci video şu oyunda. Ya. Xotirjamlik getirdim hali. Şu video 20 minut olsa boshlaymiz o'yinni. O'yinda emas, videoni to'xtatamiz. Videoni tugatib, YouTube'ga video qo'yaman. Yes! Bitti. Hala atışga yuradi. Hani 2-0 bo'lgan bo'lsam o'yinni tugataveraman. Hayır. Mana o'sha video. Ronaldo ham qolib ketdi orqada. Videoni to'xtatish shekilli. 20 minutga va'da berib qo'yganda endi to'xtatmayman. 3-chi gol bo'ladi shekilli. Mayda. Do'stlar, hozir men qanaqa telefonda o'ynayapsiz deyishlaring mumkin. Shuni aytib qo'yay. Redmi Note 11C telefonda o'ynayapman. Bunda xotira to'l ketgan. Xotirasini to'ldirib olibman. Video qo'yaverib, rasmga olaverib, videoni xato qilaverib, o'chirish esdan chiqib qolibdi. O'shaning uchun xotira to'l ketdi. Tozalaveraman shekilli. Xotirani. Do'stlar, oxirida bitta zo'r YouTube kanalim bilaman. Shunga obuna bo'lib qo'yasizlar. Menga ham obuna bo'lishni unutmanglar keyin. 19 ikkita gol yetadi. Do'stlar, Odilxon Play kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanalda qo'rqinchli